Al-Buxoriy bir o'q uzdi-yu, o'q nishonga tegmadi. Ammo shu bir soniyada u qilgan ishni ko'pchilik butun umrida ham qila olmaydi. Tarix guvoh. Bobomiz butun umri davomida kamon otib, nishonga bor yo'g'i 2 martagina xato qilgan ekanlar. Ammo o'sha kuni mo'jiza yuz berdi. Kamondan uchgan o'q nishondan og'ib, daryo ustidagi yog'och ko'prikning ustunini qarsillatib, 2ga bo'lib yubordi. Bu oddiy tasodif edi. Lekin Buxoriyning yuzlari birdan oqarib ketdi. Vujudini qaltiroq bosib, shogirdlariga "Men birovning haqqiga kirdim. Buni javobini qiyomatda qanday beraman?" U zot zudlik bilan shogirdlarini ko'prik egasini topib, xarajatni to'lashga rozi bo'lmasa, qiyomatga qolmasdan kechirim so'rab kelishga yubordilar. Ko'prik egasi bu qadar aqlbovar qilmas taqvoni ko'rib, "Sizdek zotdan pul olmayman. O'sha ko'prikni sizga hadya qildim" deb yuboradi. Bu xushxabarni eshitgan Imom Buxoriyning yuzlari yorishib, Alloh uni birovning haqqiga xiyonat qilish gunohidan asrab qolgani shukronasiga, xursandliklaridan shu kunning o'zida shogirdlariga naqd 500 ta noyob hadis o'qib berdilar va faqirlarga 300 dirham oltinni sadaqa qilib yubordilar. Singan ko'prik uchun shuncha oltinidan kechgan zot ilm maydonida qanday bo'lgan? Tasavvur qiling. 16 yoshli Buxoriy, 16 kunlik uzluksiz darslar va yozilmagan bitta ham qog'oz. Hamma talaba uning ustidan kulganida, u zot xotira qog'ozdan 1000 chandon kuchli ekanini isbotlab, 15 mingta hadis bilan o'z ustidan kulgan talabalarni qanday hayratga solgan edi. Bu aql bovar qilmas mo'jizani keyingi qismda bilish uchun hoziroq obuna bo'ling.